Yuz jag va plastik xirurgiya bo'limi Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida joylashgan bo'lib, bo'limimiz 24 o'rindan tashkil topgan. Bo'limimizda tibbiyot fanlari doktorlari, professorlar, tibbiyot fanlari nomzodlari, dotsentlar va bir guruh oliy toifali yuz jag xirurglari faoliyat olib boriladi. Bo'limimiz shifokorlari respublikamiz va chet davlatlarda o'z malakalarini oshirgan. Jumladan Rossiyaning Moskva shahrida, Sankt-Peterburg shahrida, Turkiyaning Ankara, Istanbul shahrining klinikalarida amaliyotlarni bajarib, o'z malakalarini oshirib kelganlar. U yerdan zamonaviy asbob-uskunalarni keltirib, bemorlarga yangi usuldagi innovatsion amaliyotlarni amalga oshirib kelyaptilar. Bo'limimizda asosan 4 guruhdagi bemorlar davolanadi. Birinchisi yuz jag sohasidagi plastik operatsiyaga muhtoj bemorlar davolanadi. Bunda yuqori va pastki qovoqlar plastikasi, blefaroplastikalar amalga oshiriladi. Bu amaliyot paytida o'sha ortiqcha qovoqlar, terilar olinib, teri yog' girjarlari olib tashlanadi. Burun plastikasi, rinoplastika amalga oshiriladi. Quloq plastikalari, otoplastika amalga oshiriladi. Yuzni tortish operatsiyasi, facelifting, smash lifting operatsiyalari amalga oshiriladi. Yana bemorlarimizda bo'yin plastikasi, plasmatic lifting operatsiyasi ham amalga oshirilib kelyapti. Keyingi guruh bemorlarimiz yuz jag sohasidagi travmalar bo'lib, bular pastki jag sinishlari, yuqori jag sinishlari, burun suyagi sinishlari, yonoq suyagi sinishlari, gamir bo'shlig'ining devorlarini sinishlari, ko'z ko'sasi atrofi suyaklarning sinishlari, peshona suyagining sinishlari yordam berib davolanib kelyapti. Bunda siniq bo'laklari repassiya qilinib, stabil immobilizatsiyaga erishilyapti. Immobilizatsiya mini plastinalar va bintlar bilan amalga oshirilib, bu suyakning mustahkam turishini, tez bitishini va suyaklarni o'z faoliyatini tiklashga yaxshi yordam beryapti va bemorlarni reabilitatsiya davrini ham qisqartiryapti. Keyingi guruh bemorlarimiz yuz jag sohasidagi yaxshi sifatlari, o'smalari bor bemorlar bo'lib, bular o'sha yuzdagi lipoma, ateroma, tug'ma nefslar, gemangiomalar kosmetik yo'l bilan olinib, kosmetik choplar qo'yilib, malakali davolanib kelyapti. Guruh bemorlarimiz yuz jag sohasidagi odontogin va neodontogin yallig'lanish kasalliklari bo'lib, bu bemorlarimizdan malakali yordam berib kelyapti. Bemorda o'sha chet davlatlardan o'rganib kelgan malakali operatsiyalar zamonaviy yondashuvlar bilan amalga oshirilyapti. Bugun bajargan operatsiyamiz o'ng tomon quloq oldi so'lak bezni aralash o'smasi bo'lib, bu quloq oldi so'lak bezidan o'sib chiqqan va uni biza quloq oldidan kosmetik kesim o'tkazib, quloq oldi va orqa tomondan Koftinovich bo'yicha kesib o'smani ajratib oldik. Bu bemorda operatsiyamiz juda yaxshi bo'ldi. Operatsiyamiz yakuniga yetdi. Endi bemor narkozdan uyg'onish bosqichida. Olingan materialni gistologik tekshirib, oxirgi diagnoz qo'yiladi. Men Qashqadaryodan kelaman, 5-6 yildan beri. Mana bezovta qiladigan mana tomir kasalligi, nerv tomir. Shunga davolanaman. Vrachlarim mana yaxshi, hammasi yaxshi, yotish joyi issiq. Men Buxoro shahridan Husaynov Shavkat bo'laman. Mana bir hafta bo'lyapti, mana shu Buxoro viloyat yuz jag xirurgiyasi bo'linmasida davolanyapman. Albatta bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Vrachlarimiz, hamshiralar doimiy ravishda tayyor har bir muolaja uchun. Vrachlarimizdan minnatdor biza, umuman personaldan. Barcha sharoitlar yaratilgan, xonalar toza, ozoda, issiq. O'z vaqtida ovqatlar berilib turibdi. Kasallarimiz barchasi minnatdor. Xudoga shukr, sog'lig'imiz ham yaxshi. Bugungi kunda hozir anchagina yaxshi bo'lib qoldik. Niyatimiz sog'ayib, sog' salomat oilaga qaytish.